Mav'iza eshitishdi, lo'nda qilib aytganda yorvoryapmiz mav'iza eshitishdi. Qattan bilasiz, internetlarga qo'yilayotgan mav'izalarimizni prosmotrini ko'raman-da. Ya'ni nechta ko'rildi va kommentariyalar. Gap yo'q bunisiga. Lekin nisbatan olsa 0 biz. Nisbatan deganda uyatsiz dunyoviy gunoh narsalarni prosmotri, ko'rilgan va eshitgan odam soni bilan diniyniki 30-40% orqada. Bu biz musulmonlarning qaysi darajada orqada qolib ketayotganligimiz bu belgisi bu. Lekin oldinga qaraganda yaxshi o'sishi bor, eshitilyapti, ko'ryapti. Lekin bitta narsada oqsayapmiz, amal bobida 0. 0 bilasizlar, oldiga son qo'ymasangiz hech nima emas. 1 qo'yasiz, keyin 10 qilib beradi, o'sha birimizni 10 qilib beradi.